hech qanaqa men suhbatni yozib olaman, hop, boshqalarga ham manfaat bo'ladi. O't qopingizda ham tosh yo'q, hech qanaqa. Erkak 15 kunda parchalanibdi. 4,5 mm dan bor edi. 1 sm yaqinroq edi, to'g'rirog'i. 1 sm yaqinroq edi, yarim sm kattaroq edi. Demak, u o'zi asli toshmasdi-ku. U o'sha safro suyuqligi quyuqa bo'lib qotib qolgandi, tosh ko'rinishiga ko'ringan, dumaloq bo'lib. Operatsiyada nima qilishgan? Yo'q, top-toza. 15 kunda. Endi bularga ishonmasdan qaytadan topshirsangiz bo'laveradi. O'zim aytdi, ko'rib natija xursand bo'ldim. Zo'r. Kutmagan edim. Keyin, endichi Xudo bordi. Chunki siz aka men yaxshi bo'laman dedingiz, tuzalaman deb harakat qildim. Bolalaringiz ham shunga harakat qilishdi. Shuning uchun men dedim, Alloh taolo hamchi banda qanaqa harakat qilsa shuni beradi. Bu yana ko'rsatib beraman. Hop, suhbatimiz videoga olinyapti. Mana hozir bu avvalgisi. 24/02/25-yil tushgan soni. Rashid Jon, to'g'rimi? Ha. Odilov. Odilov. O'sha. Endi qarang, mana bu 11/03/25. Yaxshilab solishtirsangiz, ana qarang, hamma joyda 11, 12 bo'lib ketgan. 13 bo'lgan joylar ko'rasizmi? Mana bu yoq taraf mana yana 13, 10 Endi bu yoqda doktor aytayaptiki, tekshirgan odam fibroz 3-stependan jigar 4-bosqichga qarab mana ketyapti deb yozgan. Ko'ryapsizmi mana? Ketyapti deb yozgan. Ya'ni mana bu uzida qog'ozni ham ko'rsak, xulosa beryapti. Uzida qilgan doktor sizga xulosa beryapti. Mana seroz pechini yozganmi? Nima yozgan? Mana bu yerda qani seroz pechini tepadami? Ha. Bo'ldi. Seroz pechini bergan. Tepasi. O'shamga naqaga qarashdim. Bizda ko'p o'zi 10 mingtadan oshib ketdi-yu, Xudoga shukr. Hammaga shukr. Har kun 4-5 ta video qo'yaman odamlarni ideal bo'lib yaxshi bo'layotgan. Ko'rasizmi? YouTube'da ham ovoz ochilib qolyapti. Qarang aka. Mana bu bugungisi 11/03/25. Qarang, hamma joyingiz 13, 12 bo'lib bo'yatuvdi. Ko'rasizmi? 10 mana 8/8, 11, yana 10. Ko'ryapsiz? 12 dan baland joyini topmaysiz aka. Ko'ryapsizmi? Endi qarang, bu yoqda ko'rsatyapti. Fibroz 12 mi? 12. 12 ekan. Mana shunga tushgan. Endi qarang. Bu qaytgan. Taloqlaringiz aka chotki bo'lgan, taloqlaringiz. Talog'ingiz zo'r, jigar venalari juda yaxshi. Endi sizniki surunkali jigar seroz bo'lganligi uchun birdaniga ideal bo'lib ketmaysiz aka. Soppa-sop mana bunaqa jigarga o'xshab ketmaydi, bir oyda jigar o'smaydi. Tem bo'lsa siz endi 10-15 kun ichida olasiz. Endi 15 kunda apparat shunaqa ko'rsatyapti. Endi qarang. Xulosasiga qaraymiz. Kartina хронический панкреатит, to'g'rimi? Заключение. Эхопризнаки диффузного изменения паренхимы печени для хронического гепатита. Qani jigar seroz degani? Yo'q, ko'ryapsizmi? Ana ancha tiklangan mana. Bu dokument tasdiqlab pechatini bosib qo'yibdi. Shunaqa deb. Ko'ryapsizmi? Hali o'chib achitib olishlari bu O't qopingizdagi o'sha quyqalanish erib tushib ketganda. Axlatingizga qaragan bo'lsangiz ham rangi qorayib, shilimshiq bo'lib, bir nimalar bo'lib tushadi. Biz Toshkentchi xavotirdekda operatsiyada hozir operatsiyaga ham qo'rqish. Opa juda zo'r, ko'z tegmasin. Juda zo'r. Mashalloh, juda yaxshi. Faqat gripp bo'lib o'tganlar ekan hozirroq. Ha, jicha bo'ldilar. Ha, shamollab qolgan ekan. Kuchayib ham ketmadi omaliki. Sal bo'ldilar. Avvalgi xulosalari ham shunday ekan. Aka bilirubinlaringiz 80-90 ga chiqib ketgan ekan. Shular qarang 40 ga tushibdi. 18 ga tushib, o'zi ishlayapti tanangiz. Zaharlar chiqyapti. O't qopingizni yo'li ochilganda endi safro qonga emas, ichakka tushyapti endi. Ko'rdingizmi? Hali yana bor bu. Albuminingiz 34 bo'lgan ekan, 36 ga chiqibdi. 50 bo'lgan ekan oqsilingiz, 63 ga chiqibdi aka. 15 kunda.
Lekin siz aytgan hammasini qildilar-da. Joyiga O'shaning uchun men aytdim-ku, parhez go'shtni qildilar. ko'p yeng dedim. Baquvvat ovqat yeyish kerak. Parhez sizni kasal qilib qo'yadi. Parhez hamma shunaqa qilsin degani emas parhez. Har bitta odamga o'ziga xos bo'lgan parhez tanlash kerak. Ko'rdingizmi? Ana opaga aytgan narsam sizga aytmaydi, chunki uni kasallik siz boshqacha. Men ularning surunkalik BD bo'lgan bilan, virus bo'lgan bilan undagi seruz turi boshqa, sizdagi seruz turi boshqa. Shalg'am, so'zi vash yemasin. Eng yaxshi ko'rgan ovqatimiz bo'ldi. O'zlarilardi. Mana. Kartoshka yemaydi dedingiz, yemadilar. Ana, Rossiyani ko'rdingizmi? yaxshi ko'rardilar lekin. Oqsil ko'tarilyapti, tiklanyapti aka jigaringiz. Bitta joyiga qo'ydi. Siz yeganingiz faqatgina uglevod yegansiz. Guruch, ha? Yeb yuradi. Guruch, kartoshkalarni yeb yurgansiz. Ular uglevod bo'lmaydi. Shilim shuqku, sizga shilim narsa kerak emas. Zo'r. Men o'zim ham juda yaxshi. 15 kundan Do'st emas. Ancha orqaga qaytgan aka. Endi tasavvur qiling, bir oy to'xtovsiz siz qanaqa darajagacha chiqasiz aka? Endi xudo xolasa hoji bo'lib kelsiz. Bu ikkinchisi xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi katta hajga ham yo'l olamiz xudo xolasa. Xudo o'sha kunga kelsa endi o'shanda bir kelib ketamiz endi duo berasizda. Okey shu, xudo xolasa mashilla. Endi anaqa Telegram internetga nomerlarni qo'ysam bo'ladimi? Ha, bemalol. Natija olgan odam sifatida. Qo'y. Prosta savob bo'ladi-da sizga ham. Hech qanaqa qizig'ini aytay, menga qiziq narsani aytdingiz. Birinchi kelganimizda hammani video qilib, men video qilmadim, faqat har kun ko'ramizda. Hozir dori-pora shuni tugab Toshkanni eshitib juda ham telefoningiz? 33 528 578. Voy hozir xursandligimdan 28 aytsamlar. Zo'r, yaxshi. Alloh omadlaringni bersin, yaxshi bo'lib yuringlar. Xudo bergan farzandlarni baxti kamolini ko'rib yuringlar. To'y hashamlarni qilib. Yaxshi bo'ladi. Qarang aka,